Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Yevropa Ittifoqining inson haqlariga aloqador bayonoti Xitoyni bearam qildi. Yevropa Ittifoqining Xitoyda turishliq vakillar o'maki 10 dekabr Xalqaro inson haqlari kuni munosabati bilan organ to'rbetida bayonot e'lon qilib, Sharq Turkiston, Tibet, Mong'oliya, Hong Kong qatorliq joylardagi inson haqlari dafsandichiligining davomlashayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Bu bayonlar Xitoyni qattiq bearam qildi va norozilik bildirdi. Mazkur bayonotda Yevropa Ittifoqi ko'p taraflik sohalarni o'z ichiga olgan turli ramkalar bo'yicha Xitoy bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini, bu vaqtdagi tirishchanliklarning davomlashayotganligini, ammo Yevropa Ittifoqining Xitoyning har qaysi millatlarga qaratgan o'z madaniyatidan bahramand bo'lish, o'z tilini ishiltish huquqiga qo'ygan sistemalik cheklamalardan qattiq andisha qiladiganligi ta'kidlandi. Bayonotning Sharq Turkistonga aloqador qismida navbatdagi vaziyatning yanada og'ir ekanligi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari Oliy komissari ishxonasining dokumentini o'z ichiga olgan nurg'un ishonchli dokumentlarda Sharq Turkistondagi og'ir inson haqlari dafsandichiligi xalqaro jinoyat bo'lib-mu insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkin deb ko'rsatilganligi, Yevropa Ittifoqi yana Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni nishon qilgan majburiy emgak va Xitoy rejimining emgak kuchi yo'tkash programmasiga asosan Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga majburiy yo'tkayotganligi to'g'risidagi xabarlardan andisha qilayotganligi qayd qilindi. Tibetga aloqador bayonlarda bo'lsa, diniy guruhlarning qattiq nazorat qilinishi va majburiy yotoqliq maktablarning ko'plab qurilishi, Tibet o'smirlarining oilasidan majburiy ayirib etilib, yotoqliq maktablarda Xitoycha ma'arifga majburlanayotganligi, Tibet til yoziqining chatki qilayotganligi qatorliq jinoyatlar ko'rsatib o'tildi. Yevropa Ittifoqi vakillar o'maki bayonotida yana inson haqlarini qo'g'dug'uchilar, advokatlar, jurnalistlar va asosiy huquqlarni tashabbus qilganligi uchun bostirishga duch kelayotgan barliq kishilar bilan bir safda turadiganligini ta'kidladi. Va Xitoydan professor Rahila Davud, Ilhom To'xti qatorliq tutqundagi ko'plagan shaxslarni darhol qo'yib o'tishni talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi tunugun bu vaqtdagi savolga javob berib, Yevropa Ittifoqining Xitoydagi vakillar o'makining haqiqatni burmalab, Xitoyning inson haqlari vaziyatiga to'kmat chaplaganligi, Xitoyning ichki ishlariga aralashganligi, bu bayonotga qattiq norozilik bildiradiganligi, Sharq Turkiston va Tibetda jamiyat muqim millatlar ittifoq ekanligi, xalqning barliq huquqlaridan bahramand bo'lib yashayotganligi, aksicha Yevropa Ittifoqida inson haqlari vaziyatining barg'ansiri nacharlashayotganligi qatorliq iboralarni takrorlab bildirdi. Meksika parlamenti Xitoy mollariga tamojna bejini ko'paytirish qonun loyihasini ma'qulladi. Meksika parlamenti 10 dekabr Xitoy import mahsulotlariga 50% tamojna beji qo'yish qonun loyihasini tasdiqladi. Bu harakat Meksikaning Amerika bilan bo'lgan munosabatini ilgari surishdagi muhim qadam deb qaralmoqda. New York vaqti gazetining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, chorshanba kuni atiganda Meksika Avam palatasi Xitoy va Meksika bilan savdo kelishimi bo'lmagan boshqa davlatlarga qarata yo'l qo'yilgan tamojna beji qonun loyihasini ma'qullagan. Shu kuni kechda Meksika Kengash palatasi bu qonun loyihasini tez sur'atda ovozga qo'ygan va oxirida 76 ovozning qo'llashi, 5 ovozning qarshi chiqishi, 35 ovozning voz kechishi bilan ma'qullagan. Mazkur qonun loyihasini Prezident Claudia Sheinbaum sentabr oyida o'tirg'a qo'ygan bo'lib, uning ikki palatada ma'qullangan bu qonun loyihasiga imzo qo'yadiganligi va bu qonunning yanvar oyida kuchga ega bo'ladiganligi mo'ljallanmoqda. Shundaqdimi Prezident Sheinbaum bu tamojna beji qonunining Amerikani rozi qilish uchun ekanligini rad qilgan va bu harakatning Meksikaning ichki ishlab chiqarish sohasini ilgari surishga yordam beradiganligini, shuning bilan birga Meksikaning Xitoy bilan bo'lgan zo'r savdo farqini azaytiradiganligini ta'kidlagan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, qonun loyihasida belgilangan mahsulotlar mashina zapchaslari, to'qimachilik buyumlari, uy jihozlari, plastik, po'lat va alyumin qatorliq keng doiralik tovarlarni o'z ichiga oladi ekan. Meksikaga nisbatan Xitoy Amerikadan qolsa ikkinchi cho'ng import manbasi hisoblanadigan bo'lib, bultur Xitoyning Meksikaga qilgan eksporti $130 milliard ga yetgan.
Gerçi yeni tamojni beji qanun layihasi Koreya, Tayland ve Hindistan qatarlıq Meksika bilan savdo kelishimi bo'lmagan boshqa davlatlarga mu ijro qilinadigan bo'lsa-mu, eng ko'p ta'sirga uchraydigani yanada Xitoy bo'ladi ekan. Xitoy savdo ministrligi 11 dekabr e'lon qilgan bayonotida tamojni bejining Xitoy va Meksikaning boshqa savdo sheriklarining manfaatiga cho'ng ziyon soladiganligini, Meksikani bu yakki taraflik va savdo qo'riqchiligi qarorini tezdan tuzatishga chaqiradiganligini da'vo qildi. Türk devletleri energiya hamkorligini cho'nqurlashtirmoqda. İstanbul'daki muhim bir rayonluq energiya boshliqlari yig'inida Turkiya Turkman gazini Yevropaga yetkazish uchun Kaspiy dengizini atlash liniyasi to'g'risida konkret qadam tashlanishini talab qilgan bo'lsa, a'zo davlatlar tabiiy gaz, elektr va qayta hosil bo'ladigan energiya sohalarida yangi tutashtirish yo'llarini izlamoqda. Türkiye Energiya ve Tabiiy Boyliqlar Ministri Alparslan Bayraktar Türkiye'nin Türkmenistan'ın Kaspiy Hazar dengizi orqali keng tabiiy gaz zapisini Türkiye'ga ve Yevropaga to'shishga qarata uzundan buyon kechiktirilgan planlarni ilgari surish uchun besim qilayotganligini aytib, uzundan buyon muzokara qilinayotgan Hazar atlash turbi liniyasini rayonning energiya bexatarligi uchun strategiyalik jihatdan zarur deb atadi. Bayraktar eng muvofiq chora Turkmaniston gazining maxsus bir turbi liniyasi orqali Turkiyaga va Turkiyadan Yevropaga yetib berishidir dedi. Ve Türkiye'nin növbətdə Türkmenistan gazını faqat almashtirish yo'li bilan import qilayotganligini eskartdi. Bayraktar a'zolarining umumiy iqtisodiy ko'lami 2 trillion Amerika dollariga yetadigan Türk davlatlar tashkilotining tabiiy boyliqlar jihatda 20 trillion kub metrdan ortiq tabiiy gaz, 39 milliard kub neft va yer shariviy uran ishlab chiqarishining 40%ni egallagan g'oyat zo'r ishlatilmagan yoshirun kuchga ega ekanligini ta'kidladi. Bayraktar rayonning xalqiliq xam ashyolar jihatdagi diqqat qilishga arziydigan yoshirun kuchiga ishorat qilib, rasmiy bir supining Turkiya kelar yili sohibxonlik qiladigan Türk davlatlar tashkiloti rahbarlar boshliqlari yig'inida tasdiqlanishi mumkinligini aytdi. Hürmetli görürmenler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.